Bunaqasi bo'lmagan kanalning qadrli a'zolari, bugungi obzorimizda bilib turganlaringizni amerikanskiy popkornlarimiz va undan tashqari oddiy popkornlarimizni to'liq obzori, narxlari, xarakteristikasi, daromadi haqida gaplashamiz. Bu videomizdan mantiq, ma'no shundaki, siz bu apparatni olganingizdan keyin qancha foyda qilishingiz, qana foyda qilishingiz, bu apparat qana tokda ishlaydi, qana gazda ishlaydi, qo'ldan kelgancha shu haqida informatsiya beramiz. Video davomida narx-navolarni ham aytib o'tib ketamiz. Xo'p, bizda undan tashqari amerikanskiyda oddiy popkornda donlari ham mavjud. Ekranda nomerli aloqaga chiqib olasizlar. Uskuna bo'yicha ham, don bo'yicha ham O'zbekiston barcha hududiga dostavkalarimiz bo'ladi. Manzilimiz Farg'ona shahar, O'zbekiston barcha hududiga aytib o'tilgandek dostavka xizmatlarimiz bor. Biz bo'lmasa videoni boshladik, qani bo'lmasa ketdik. Birinchi o'rinda bizni eng hadavoy popkorn uskunalarimizdan bittasi CA 350 modelimiz. 10 kilolik soatiga deyiladi. 10 kilolik deyilishiga sabab 30 litrlik qozon bilan jihozlangan bo'ladi. 12 voltda ishlaydigan motori, undan tashqari Xitoy zavodskoy garelkalari bilan birgalikda. Bu apparatimiz glavniy расход, ya'ni mahsulotni pishirib berishi gazda bo'ladi. Motorini bitichini ko'rsating. Motorining vazifasi shundaki, mahsulot tagiga olib ketmasligini ta'minlaydi. Hop, bu mahsulotimizni komplektida bitta mahsulot chiqqandan keyin aralashtirish uchun mo'ljallangan lopatasi bo'ladi. Undan tashqari, mahsulotni aralashtirish uchun, har xil mahsulotlar solish uchun, shunga o'xshagan narsalar uchun kuraychasi, ikki xil shablonli cho'michasi bo'ladi va 12 voltda 12 voltga ulash uchun mo'ljallangan shunaqa передохранитель bo'ladi. Orqasiga nimaga ulash uchun, ya'ni mahsulot pishgandan keyin xuddi mana shu holatda to'kish uchun, qo'llarni kuymaslik uchun mo'ljallangan dastgohi va oxirida ko'rib turganlaringdek bir dona gaz ulash uchun garelkasi ham mavjud. Bu mahsulotimiz propanda ham, metanda ham ishlaveradi. Uni bitta garelkasini alishtirib bemalol ishlasalar ham bo'laveradi. Xudo xolisa bu mahsulotimiz 220 12 voltda ham ishlaveradi, gazda, metanda ham, propanda ham. Bu mahsulotimizni hozirgi kunda narxi $490 qilib beriladi. Soatiga 10 kiloga mo'ljallangan CL 350 model. Endi buni akasi hisoblangan, soatiga 15 kiloga mo'ljallangan CL 360 model. CL 360 modelimiz, bu ham 220 dan 12 voltda ham ishlaydi. Soatiga 15 kilogacha mahsulotni pishirib berish, ya'ni chiqarib berish qobiliyatiga ega. Gazda ham, gazlarda, metanda ham, propanda ham ishlaveradi. Buni ham komplektida bitta shnari nomi nima edi bu narsani kommentariyada yozib qo'yasizlar. Va o'sha lopatasi, ikkita cho'michasi va 12 voltda ishlash uchun mo'ljallangan передохранитель. Bu mahsulotimiz soatiga 15 kilo chiqaradi. 6 oy garantiyasi bilan hozirgi kunda narxi atiga $550 qilib belgiladi. Bu narxlarda kelishadigan xolasi bo'ladi. Ekranda nomerli aloqaga chiqasizlar. Biz sizlarga oxirgi narxlarni chiroyli narxlarda qilib chiqarib beramiz. Endi eng so'ngida soatiga 30 kilogacha mo'ljallangan CL 500 modelimiz. Bitichlarini ko'rsating. 220 da ham 12 voltda ham ishlaydi. Soatiga 30 kilogacha mahsulot chiqaradi. Buni ham komplektida bularda nima bo'lsa mavjud, ortig'i bilan kerak bo'lsa, bu ham o'sha metanda ham, propanda ham ishlaveradi. Bemalol buni ham xarid qilib, biznesdan kengaytirishlaring mumkin. Mahsulotlarimizni narxlari, bu eng oxirgisi narxi hozirgi kunda $1030 qilib belgiladi. CL 500 modelimiz 6 oy garantiyasi bilan. Manzilimiz Farg'ona shahar, O'zbekiston barcha hududiga dostavkalarimiz bor. Ekranda nomerli aloqaga chiqib olasizlar. Обычный popkornlarimiz narxi standart narxda $135 dan qilib beramiz. Ekranda rasmi chiqib turibdi. Video davomida qo'limizdan kelsa, mana shu mahsulotlarni ishlash jarayonini ham qo'yib boramiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar.